Assalomu alaykum. Men birinchi marta videoni ovozli qilib olyapman. Bunda agar xatolari bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Men 2020-yildan beri uyda o'tirib ishlaydigan byuti masteri bo'laman. Bu yerda fen ishlayapti, e'tibor bermaymiz, dovushi chiqyapti. Bunga sabablardan bittasi, eng birinchi katta sabablardan bittasi meni kichkina farzandimni dunyoga kelishi bo'ladi. O'sha paytlari Covid payti bo'lgani uchun men qiynalib farzandimni dunyoga keltirganman. O'shaning uchun men xo'jayinim bilan uyda o'tirishga kelishib qaror qilib uyda o'tirganman. Lekin shunda ham baribir klientlarim sizga boraveramiz, sizni xizmatingiz bizga yoqadi, boshqa odamga bora olmaymiz deyishgani uchun xo'jayinimga qarshilik bildirmaganlari uchun men uyda ishlaganman. Ozgina vaqt uyda ishladim, lekin ishga chiqdim. Ishga chiqqanimda farzandim qolib ketayotgani uchun yana uyda o'tirishga qaror qildim. Bu yerda kichkina o'g'lim, mana shu farzandim dunyoga kelgan 2020-yilda. Hozir bunga 4 yosh bu farzandim. Lekin hali ham biz uncha gapirmaymiz. Shunaqa doktorlik ishlari borligi uchun, o'ziga yarasha bir sabablar bo'lgani uchun men uyda o'tirishga qaror qilganman. Lekin shunda ham baribir klientlarim kelishmoqchi bo'lgani uchun men uyda o'tirib ishlashga qaror qilganman. Bunda ko'p plyus tomonlari bor. Farzandlarim bilan ko'proq shug'ullanyapman. Keyin o'tbetlarga borish kerak bo'lsa, oyijongilar, bukimlar bilan ovsinlarim hammamiz ko'rishmoqchi bo'lsak, ko'rishaveramiz bemalol. Unaqa vaqtim yo'q demayman. Ishdan javob so'ramayman. O'zimni vaqtim bilan o'zim xo'jayinman desam ham bo'ladi. O'shaning uchun uyda o'tirib ishlashlarning o'ziga yarasha plyus tomonlari juda ko'p ekan. Xudo xolasa yana keyingi videolarimda zapisli videolar qilib chiqarishga harakat qilaman. Qiziq bo'lsa, like va kommentariyalarni kutib qolaman. Ko'proq shunaqa videolar olishga harakat qilaman. Xudo xolasa keyingi videolarimni kuzatib qolinglar. Rahmat.